Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan kiberxavfsizlikdagi eng asosiy tamoyillardan biri, ya'ni CIA threats haqida gaplashib o'tamiz. Bu kiberxavfsizlikda ma'lumotlarni himoya qilish uchun qo'llaniladigan tamoyillardan biri. Bu 3 ta bosqichdan iborat, ya'ni confidentiality, integrity va availability. Xo'p, confidential bu maxfiylik, integrity bo'lsa butunlik, availability mavjudlik yoki-da qulaylik deb tarjima qilishimiz mumkin. Xo'p, ushbu strategiya mana bu ko'rinishda ifodalanadi asosan, ya'ni uchburchak ko'rinishida. Kelinglar buni brauzer orqali ham qidirib ko'rishga harakat qilamiz. CIA threats. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, ushbu tamoyilimiz uchburchak shaklida ifodalanganligini. Xo'p, aslida bu nima deydigan bo'lsak, bu CIA threats, ya'ni ma'lumotlarni xavfsizlikni ta'minlash uchun asosiy tamoyil ekan. Confidential, maxfiylik, ma'lumotlarga faqat ruxsat etilgan shaxslar yoki tizimlar kirishi mumkinligini ta'minlash. Bu begona shaxslar tomonidan ma'lumotlarning ko'rilishini oldini oladi. Ya'ni confidentiality maqsadi ma'lumotni faqat ruxsat etilgan shaxslargina ko'ra olishi kerak. Misol sifatida Instagramda sizning shaxsiy profilingizni faqat ruxsat bergan foydalanuvchilar ko'ra oladi. Agar akkauntingiz private, shaxsiy qilsangiz, sizga obuna bo'lmagan insonlar sizning postlaringizni kuzata olmaydi. Aynan mana shu confidentialityga misol keltirishimiz mumkin. Confidentialityni ta'minlash uchun nima qilishimiz mumkin deydigan bo'lsak, shifrlash, ya'ni encryption amallarini joriy qilishimiz mumkin. Ma'lumotlarimizni shifrlangan ravishda saqlash, ularni uzatish va hokazo. Undan keyin confidentialityni ta'minlash uchun access control, ya'ni kirish nazoratini yo'lga qo'yishimiz mumkin. Bunda misol uchun foydalanuvchilar ma'lumotlarga kirishda username va parolladan foydalanishligi mumkin. Va yana bitta usul sifatida ikki faktorli autentifikatsiya usuli. Bunda endi kirishni tasdiqlash uchun bir emas, ikki bosqichli parollardan foydalanishimiz mumkin. Xo'p, ma'lumotlar maxfiyligini saqlash tartibi. Xodimlar yoki foydalanuvchilarning ma'lumotlar begona shaxslar bilan bo'lishmasligini ularga tushuntirishimiz mumkin. Xo'p, ikkinchisiga keladigan bo'lsak, integrity, ya'ni butunlik. Ma'lumotlarning o'zgartirilmaganligi va to'g'riligini saqlanganligiga ishonch hosil qilish. Bu ma'lumotlarning buzilishidan yoki noqonuniy o'zgartirilishidan himoya qiladi. Misol, Instagramga joylangan rasm yoki yozuvingiz siz xohlamasangiz hech kim tomonidan o'zgartirilmaydi. Masalan, sizning postlaringizni noto'g'ri ma'lumot bilan almashtira olmasligi yoki rasmni buzib qo'ya olmasligi. Xo'p, umuman integrityning maqsadi bo'ladigan bo'lsa, ma'lumotlar faqat ruxsat etilgan shaxslarga o'zgartira olishi kerak. Chunki ma'lumot o'zgarishi bu juda katta xavflarga olib kelishi mumkin. Bitta nol bilan ezib dasturlarni hisobotga olsangiz, moliyaviy hisobotlar jarayonida bitta nol qo'shib qo'yish orqali bir qancha juda katta hisobdagi mablag'larni yo'qolib ketishi yoki-da o'chirib ketishi mumkin. Ya'ni istalgan turdagi ma'lumot bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlarni umumiy olganda faqatgina ruxsat etilgan shaxslargina o'zgartira olishi kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Misol uchun checksum va hashing kabi tizim dasturlari bor. Bular nima qiladi? Aynan ma'lumotimiz uchun hash generate qiladi va u ma'lumot uchun takrorlanmas bo'ladi. Ma'lumot yuklab olinganda, uzatilganda, ikkinchi tomonda ham ushbu hash o'rnida ikkalasi solishtirilganda bir xil bo'lsa, ma'lumotning buzilmaganligini aniqlashimiz mumkin. Bundan keyin ruxsat nazorati, ya'ni fayllarga ruxsat berishda aynan ruxsati bor degan huquqqa ega bo'lishi kerak bo'lgan yuzerlarga ruxsat berishimiz mumkin. Va yana bitta usul bu zaxira nusxalari, ya'ni backuplar. O'zgartirilmasligi uchun, ya'ni ma'lumotimiz bor databazamiz va uni backup qilib qo'ysak, kimdir bizni kirib bazamizni o'zgartirgan taqdirda ham asl ma'lumotlarimizni qayta tiklab olishimiz mumkin. Va hokazo. Availability bu mavjudlik yoki-da qulaylik deyishimiz mumkin. Ma'lumotlar va xizmatlarning kerakli paytda foydalanuvchilar uchun mavjud bo'lishini ta'minlash. Bu tizimning ishlashida uzilishlar yoki blokirovka bo'lmasligini kafolatlaydi. Misol, Instagram har doim ishlashi kerak. Shunda foydalanuvchilar xohlagan paytda tizimga kirib postlarni ko'rishi yoki joylashtirishi mumkin. Masalan, Instagram serverlari ishdan chiqsa, siz postingizga kira olmaysiz. Mavjudlikni ta'minlash uchun Instagram zaxira serverlari va xavfsizlik mexanizmlaridan foydalanadi. Ya'ni availability'ni maqsadi sifatida aytishimiz mumkinki, ma'lumotlar
ruxsat etilgan foydalanuvchilar uchun doim ochiq, mavjud, qulay bo'lishi kerak foydalanish uchun. Xo'p, buning uchun nima qilishimiz mumkin? Tizimni uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun quvvat manbalari zaxiralashmasi, ya'ni serverimizda elektr bilan bog'liq bo'lgan muammolar yuzaga kelmasligi uchun qo'shimcha elektr jihozlarni qo'yishimiz. Xo'p, DDoS hujumlaridan himoyalang. DDoS hujumlari shunaqaki, ular tizimni o'chirib qo'yishi mumkin. Ushbu hujumlar amalga oshirilayotgan jarayonda ularni blokirovka qiluvchi dasturlardan foydalanishimiz mumkin. Va yana bitta usul sifatida zaxira serverlari. Bizning birinchi serverimiz agarda talabga javob bermay o'z faoliyatini vaqtinchalik to'xtatadigan bo'lsa, uni o'rniga ikkinchi serverni o'sha zahoti ishga tushirishimiz bu foydalanuvchilar uchun noqulayliklarni bartaraf etishi mumkin. Va favqulodda holatlar rejasi. Bunda biz bo'lishi mumkin bo'lgan hujumlardan, bo'lishi mumkin bo'lgan xavflarni avvaldan taxmin qilib, ular bo'lganda qanaqa chora ko'rishimiz kerakligini tuzib olishimiz mumkin o'zimizga reja shaklida. Xo'p, set ratening muvozanati. Set ratening 3 tomoni: maxfiylik, butunlik va mavjudlik bir-birini to'ldiruvchi asosiy tushunchalar bo'lib, ularning muvozanatda ishlashi juda muhim. Ushbu tomonlardan birortasini haddan tashqari ta'minlash boshqalarning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Maxfiylik va mavjudlik. Maxfiylik oshirish maqsadida ko'p bosqichli xavfsizlik choralarini joriy etish foydalanuvchilar uchun qulaylikni kamaytirishi yoki tizimga kirishni qiyinlashtirishi mumkin. Butunlik va mavjudlik. Ma'lumotlarning yaxlitligini himoya qilish uchun kuchli xavfsizlik qatlamlarini qo'llash ma'lumotlarga kirishda kechikishlarni yoki tizimni ishlashida muammolarga olib kelishi ehtimoli bor. Shuning uchun security'ning har bir tomonini muvozanatda qo'llash xavfsizlikni ta'minlash uchun birga tizimning qulayligi va ishlash samaradorligini saqlash uchun muhimdir. Ya'ni bu yerda maxfiylikni ta'minlayman deb mavjudlikni sekinlashtirib yoki zarar yetkazib qo'ymasligimiz kerak. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha